Bismillahirrohmanirrohim. Aziz obunachilar, bugun sizlarga rodman suvi yaxshimi yoki bo'lmasa sement suvi yaxshimi? Ikkovining farqlari, narxlari, qaysi biri arzon tushadi, qaysi biri necha pulga tushadi, qulayliklari, ustalarga qulayliklari, uydagilarga qulayliklari, issiq sovutni ushlashi qaysi biri yaxshi, xizmati shular haqida ma'lumot bermoqchimiz. Qani bo'lmasam boshladik. Bo'lsam do'stlar, birinchi o'rinda rodman suvidan boshlaymiz. Rodman suvi 1 metr kvadratga qancha ketadi? 1 metr kvadratni ustalar qanchadan qiladi? Rodmanlarning turlari, shular haqida to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Xo'p, bo'lmasam usta haqiga keladigan bo'lsak, rodman suvilar padmayak, mayak tikib agar rodman suvi qilib beradigan bo'lsa, ustalar hamma joyda har xil devoringizga qarab, devoringizni to'g'ri qing'ir qiyshirligiga qarab o'rtacha 40 ming so'mdan qilib berishadi. Xo'p, endi rasxotiga keladigan bo'lsak, rasxoti 1 kvadrat metrga agar devoringiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, normalniy bo'ladigan bo'lsa, o'rtacha 15-20 kilo 25 kilogacha rasxot ketadi. O'rtacha 1 kvadratiga 20 kilodan rodman rasxot ketadi. Endi rodman narxiga keladigan bo'lsak, biz o'zimiz ishlab chiqargan rodmanlarni 500 so'mdan mahallaga dastavka qilib beryapmiz. Agar sal usulliniroq qilib ber deydigan bo'lsa, 600 so'm qilib beryapmiz. Lekin 500 so'mligi ham suvoqqa bo'laveradi. Endi bir xilgina penablodan sog'ganlar bor ichimizda, oramizda. Endi ular haligi penablo yaxshi ushlamaganlar hisobiga sal usulliniroq qilib so'rashyapti. Shular keyin 600 so'mdan qilib beryapmiz. Hozir bitta obyektimizga qilganmiz. Bu yerda penablodan qilingan, как раз ustalar birinchi o'rinda devorga gruntovkani berib, usullini kafelkilar qilib berganmiz. O'sha kafelkilarni birinchi tortishib olib, keyin ustidan rodman suvi qilib berishyapti. Narxini 40 ming so'mdan 1 kvadratiga qilib berishyapti. Endi rodman suvini afzalligi nimada desak, rodman suvini afzalligi issiq sovutni yaxshiroq ushlab beradi. Misol uchun, sement suvoqqa qaraganda. Sement suvoq sal sovutni muzday narsa bo'lgani uchun tez o'tkazib yuboradi. Zichligi ham katta bo'lgani uchun rodmanga qaraganda tez o'tkazib yuboradi. Sement suvoqqa qaraganda rodman suvoq yaxshi. Shuning uchun hozirgi zamonaviy uylarda ko'pchilik rodman suvoq qilishyapti. Buni rodman so'padigan apparatlari ham bor, qo'lda ham qilishyapti. Hamma har xil qilishyapti. Endi narxiga keladigan bo'lsak, usta 40 ming qilsa, 20 ming so'mlik material ketsa, sizga 60 ming so'm, ko'pi bilan 65 ming so'mga 1 kvadrati aylanar ekan rodman suvi. Xo'p, endi qum suvoqlarga keladigan bo'lsak, sement suvoqlar, qazaq suvoq ham deb qo'yadi, aha suvog'i ham bor. Agar sement suvoqqa, rasvoli suvoqqa keladigan bo'lsak, 1 kvadrat metrda usta haqqi bir xil 40 ming so'm, 45 ming so'm mayakka urish beradi. Buni ham biz ham ustalarimiz. Farqiga keladigan bo'lsak, rodman suvoqqa qaraganda sal qulayliklari ko'p. Apparatda tayyorlaysiz. Rodman suvoqni mikserda tayyorlasangiz, bundan bitta meshalkada tayyorlasangiz ham bo'laveradi. Osonroq bo'ladi, tezroq bo'ladi rodman suvoqqa qaraganda, lekin minus tomoni bor, issiq sovutni tez o'tkazib yuboradi. Endi buni qum suvoq narxiga keladigan bo'lsak, usta haqqi kvadratiga bir xil oladi, 40 ming, 45 ming oladi. Endi rasxotiga keladigan bo'lsak, 20 kilo qum kimgadir har xil tushadi. O'zbekistonda sharoit har xil, kimgadir Koreyaga yaqinroq, kimgadir uzoqroq, kimdir shahar ichida turadi, kimdir uzoqroqda turadi, shunaqa. Misol uchun biz zonalarda 1 kilosi 50 so'm kelib tushadi. Kimgadir 100 so'm kelib tushadi, kimgadir 200 so'm kelib tushadi. O'rtacha 100 so'mdan oladigan bo'lsak, 2000 so'mlik atrofida qum ketadi. Demak, 2000 so'm qum, 6000 so'm sement ketsa, 8000 so'm bor. Yana qo'shimcha 4000 so'm qo'shadigan bo'lsak, 10000 so'm, 12000 so'm, 10000 so'm, 12000 so'mgacha rasxoti boradi. Rodman suvoq ham shunaqa, misol uchun 20 kilo ketadigan bo'lsa, 1 kvadrat joyga 500 so'm, 600 so'm beryapmiz. Boring 600 so'mdan hisoblasak ham 12000 so'm rodman suvoq ketyapti. Misol tayyor rodman suvoq olib qo'ygan menimcha ma'qul bo'ladi. Xohlasanglar pastda nomer qo'yib qo'yamiz. 500 so'mdan rodman suvoqlarimiz bor. Zakaz qilsanglar, kelishilgan holatda yetkazib beramiz.
Do'stlar, sizlarga qo'limizdan kelgancha ma'lumot berishga harakat qildik. Kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, barchalardan uzr so'raymiz. Izohlarda o'z fikringizni qoldiringlar. Kanalda juda ko'p foydali videolar bor. Obuna bo'lishni unutmanglar. Bittadan like bosib ketish esdan chiqmasin. Barchalarga rahmat.